Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Medify Warriors jamoasi. Bugun sizlar bilan yog' kislotalarining sintezi va ularning regulyatsiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Demak, yog' kislotalarining sintezi bu qanday jarayon? O'zi bu yog' kislotalarini o'rganganimizda yog' kislotalaring sintezini o'rganamiz, undan keyin ularni parchalanishni o'rganamiz, ya'ni beta oksidlanishni o'rganamiz. Bu yog' kislotalaring sintezi shunday jarayonki, qachonki shu organizmga energiya miqdori to'lib, ortiqcha glyukoza mavjud bo'lsa, shu ortiqcha glyukozani yog' ko'rinishida, ya'ni yog' kislotalar ko'rinishida va triglitseridlar ko'rinishida uni zaxiralab qo'yish va keyinchalik qachonki shu energiyaga muhtojlik bo'lganda shu energiyadan foydalanish jarayoni hisoblanadi. Demak, buni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, bu jarayonimiz qachon kechadi? Qachonki ovqat yeganimiz, ya'ni to'qlikda, well fed state deyiladi. Well fed state. Well fed state kechadi, to'g'rimi? Ikkinchisi, glyukozaning miqdori yuqori bo'lganda. Chunki glyukoza intravenos ham berishimiz mumkin. Uchinchisi, insulin. Insulin berganimizda aynan mana shu 3 ta holatimizda yog' kislotalarining sintezi kechadi. Yana bir bo'lishi mumkin bizda nima? ATF miqdori agarda bizda yuqori bo'ladigan bo'lsa, bizda energiya yetarliligini bildiradi va bizda yog' kislotalari sintezi borish kerakligini aytadi. Mana bu insulin, to'g'rimi? Insulin bu gipoglikemik moddamiz, ya'ni qondagi glyukozani kamaytiruvchi gormon bu. Shuni aytamizki, demak, insulin bu semirishga yordam beradigan gormon hisoblanar ekan. Demak, ketdik. Oldin buni gaplashaylik. Where, ya'ni qayerda kechadi bu jarayonlarimiz? Xo'sh, qora bilan yozib ketaylik. Eng asosan jigarda kechadi. Keyin yog' to'qimalarida kechadi. Yog' to'qimalarida kechadi. Asosan shu yerda kechadi, to'g'rimi? Eng ko'p hollarda jigarda va undan kamroq holatlarda esa yog' to'qimalarida kechyapti. Ana endi yana bitta istisno bor. Bizda ayollarda laktatsiya davrida ana shu yog' kislotalari sintezi kechishi mumkin. Ya'ni sut bezlarida. Endi qarang, buning ahamiyati nimada? Biz bundan oldingi darsda gaplashgandikki, hazmlanish va absorpsiyalanish, aynan mana shu lipidlarda. Bizda bor ediki, lingual lipaza va gastrik lipaza bor edi, to'g'rimi? Ana shu ikkita ferment bizga yog' kislotalari, umumiy hazmlangan yog' kislotalarini asosan 15% ni hazmlab berardi. Aytgandimki, bu kichik miqdor, lekin muhim degandim. Nega? Aynan mana shu sut kislota tarkibidagi yog' kislotalarining miqdori 4, 8, 12 tadan tashkil topgan bo'ladi. Ana shu 8-12 tada ugleroddan tashkil topgan yog' kislotalari mayda bo'lib, aynan shuni gastrik lipaza va lingual lipaza parchalaydi. Shunga aynan mana shu chaqaloqlarda bu lipazalarning, ya'ni gastrik lipaza va lingual lipazaning ahamiyati katta. Ana shu 15% ning ahamiyati juda ham katta hisoblanadi. Boshqa paytlarda, aynan laktatsiya bo'lmagan paytlarda sut bezlarida yog' kislota sintezi juda ham kam kechadi. Deyarli kechmaydi ham. Tushundingmi? Endi yog' kislota sintezini boshlaymiz. Qachon kechar ekan? Qachonki bizda mana shu glyukozaning miqdori yuqori bo'lganda kechyapti. Glyukoza miqdori yuqori bo'lganda u glikoliz orqali piruvatga kiradi, to'g'rimi? Ana endi bu piruvat mitoxondriyaning ichiga kiradi. Ya'ni bu yer mitoxondriya, bu taraf sitoplazma hisoblanadi. Mitoxondriya kirgandan so'ng bu piruvatda ikkita yo'nalish bo'ladi. Birinchisi piruvat dehidrogenaza orqali asetil ko'l hosil qilish, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa agar piruvat karboksilaza orqali oksidaziyasini hosil qilish. Bu qachon kechardi? Gluconeogenez jarayonida kechardi. Va bu fermentimizga, ya'ni karboksilaza fermentimizga biotin kofaktorlik qilardi. Shunga bu jarayonda bitta karbonat angidrid reaksiyamizga qo'shilardi. Hozirda bizda piruvatdan asetil ko'l yo'nalishi bo'yicha ketadi. Ana endi mana shu hosil bo'lgan asetil ko'l keyinchalik nima kiradi? Krebs sikliga kiradi, to'g'rimi? Krebs siklida dastlab asetil ko'l oksalatsiya bilan reaksiya kirishib, sitrat sintaza fermenti orqali sitratga aylanadi. Ana endi bu sitrat 8 ta reaksiya orqali qaytib mana shu Krebs sikliga aylanadi, to'g'rimi? Birinchisida akonitaza fermenti orqali izositratga aylanadi. Izositrat dehidrogenaza fermenti orqali alfa ketoglyutatga aylanadi.
va shu tariqa reaksiya davom etib oksidatsiya hosil qilardik. To'g'rimi? Va bu jarayonda bizda nima hosil bo'lardi? Energiya hisobida NADH, FAD H2 va GDF hosil bo'lardi. Va bu moddalarning, ya'ni elektron, proton donorlarining sonining oshishi bizda nimaga olib keladi? ATF miqdorining oshishiga olib kelardi. ATF miqdorining oshishiga olib kelyapti. Ana endi shu ATF miqdorining oshishi bizda mana shu izositratdan alfa ketoglyutarad hosil qiladigan izositrat dehidrogenaza fermentini ingiberlab qo'yardi. Ingiberlab qo'yish natijasida bizda nima bo'ladi? Izositratning miqdori oshadi. Ana endi bu izositratning miqdori oshishi manfiy qaytar aloqa orqali sitratning miqdorining oshishiga olib keladi. Sitratning miqdorini oshishiga olib keladi. Bu sitrat keyinchalik bu moddalar ketmayapti, to'g'rimi? Krebs sikli reaksiyasi to'xtab qoldi. Ana endi bu sitrat boshqa yo'nalishga kiradi. Aynan mana shu yo'nalishimiz yog' kislotalari sintezi deb ataladi. Tushundingmi? Kirganda dastlab sitrat shatl orqali mitoxondriyadan sitoplazmaga chiqadi. Endi shuni to'xtab turaylik. Biz hozir yog' kislotalari sintezida muhim bo'lgan to'rtta ferment gaplashamiz. Qarang, birinchisi sitrat liaza, ikkinchisi malik enzim, juda ham muhim enzimlardan birimiz. Ikkinchisi asetil CoA karboksilaza. Bu yog' kislotalari sintezining rate limiting enzim, ya'ni tezlikni boshqaruvchi ferment hisoblanadi. Keyingisi esa fatty sintezi. Bu fermentimiz shu yog' kislotalarini hosil qilib beradi oxirida. Bu multifunksional ferment bo'lib, kompleks holatda ishlaydi. Ya'ni bu bir necha fermentlardan tashkil topgan ferment hisoblanadi. Tushunarli? Demak, reaksiyamizni boshlaymiz. Dastlab sitrat shatl orqali tashqariga chiqadi va shu tashqariga chiqqan paytda bu sitrat liaza orqali asetil CoA va oksidatsiyaga aylanadi. Tushunarli? Demak, bizda sitratda 6 ta uglerod bor. Asetil CoAda esa 2 ta uglerod bor. Oksidatsiyada esa 4 ta uglerod bor. Demak, bu yerda hech qanday patera bo'lmayapti. To'g'rimi? Va mana bu asetil CoAda mana bunday edi. Bitta, ikkita va mana bu yerda koenzim A birikkan turadi. Tushunarli? Endi bu yerda hosil bo'lgan oksidatsiyaning miqdori nima kechyapti? Ya'ni taqdiri nima bo'lyapti buni? Oksidatsiya malat dehidrogenaza fermenti orqali malatga aylanadi. Tushunarli? Keyinchalik malat bizda muhim enzimlardan biri bo'lgan malik enzim orqali piruvatga aylanadi. Bu jarayonda keyinchalik piruvat shu reaksiyani davom ettirib boshqa yo'nalishga kirib ketishi mumkin. Endi qarang, bu yerda malik enzimi nima uchun muhim deyapmiz? Bu bizga eng kerakli bo'ladigan NADH ni hosil qilib beradi. Ya'ni NADP+ ga vodorod molekulasini biriktirib NADPH hosil qiladi. Ya'ni NADH hosil qilib beradi bizga. Biz NADH ni pentoza fosfat yo'lida gaplashgandik, to'g'rimi? Ya'ni geksoza monofosfat yo'lida gaplashgandikki, hosil bo'lgan NADHimiz yog' kislotalari sintezida ham juda ahamiyatga ega, ya'ni yog' kislotalarini sintez qilib beradi degandik, to'g'rimi? Aynan mana shu NADH hozir bizda yog' kislotalari sintezida ishlatiladi. Ya'ni qayerdan kelardi? Geksoza monofosfat shundan kelardi. Biz gaplashganmiz, geksoza monofosfat shunti ikki xil reaksiyalardan iborat: oksidativ va non-oksidativ. Aynan bizda mana shu oksidativ reaksiyadan kelardi. Birinchisi glukoza 6 fosfatdan 6 fosfoglykonat hosil bo'lishdi. 6 fosfoglykonatdan ribulozda 5 fosfat hosil bo'lish jarayonida ikkita NADH hosil bo'lardi. Buni eslab turamiz. Buni hozir qayerda ishlatilishini ko'ramiz. Ana endi bizda hosil bo'lgan asetil CoA, to'g'rimi? Oksidatsiyaga gaplashib bo'ldik. Ana endi asetil CoA nima bo'ladi? Asetil CoA, ya'ni ikkita ugleroddan topgan asetil CoAmiz asetil CoA karboksilaza fermenti orqali malonil CoAga aylanadi. Va bu malonil CoAda 3 ta uglerod bo'ladi. Koenzim A. Nima o'zgarish bo'lyapti bu yerda? Bitta uglerod guruhi qo'shilyapti. Va mana shu uglerod guruhi bizga karbonat anglida hisobga qo'shiladi. Tushundingmi? Aynan mana shu karboksilaza degan narsa bizga bitta uglerod guruhini karbonat anglida hisobga qo'shish degani. Biz bunda piruvat karboksilazani ko'rdik, to'g'rimi? Bunda ham bitta karbonat anglida qo'shildi. Hali yana bitta ferment ko'ramiz, propinol karboksilaza. Unda ham xuddi shunday bo'ladi. Unda ham bitta karbonat angidridda qo'shilak bo'ladi. Tushunarli? Demak, qachonki shu karboksilaza degan fermentni ko'rsangiz, unda demak bitta karbon angidrid qo'shilyapti desak bo'ladi. Endi qarang, bu yerda yana bitta narsa bor. A, B,
C. Ya'ni mana shu asetil CoA karboksilazaga A, B, C kofaktorlik qiladi. Ya'ni reaksiyani aktivlay bo'ladi. Nima? Birinchisi A ga ATF bo'ladi. ATF deganimiz bu reaksiyada ATF qatnashib, bitta ADF hosil qiladi. Sarflanyapti. Ikkinchisi B ga nima to'g'ri keladi? Aynan mana shu kofaktorimiz bo'lgan biotin. Biotin bu B nechi? Aynan mana shu B7 vitaminimizga to'g'ri keladi. C esa yuqorida gaplashgan karbonat angidridimiz. Ya'ni karbonat angidridimiz sarflanib bizga bitta uglerod guruhini qo'shib beryapti. Ya'ni buni nima uchun yozdim? Mana shu mnemonika bizga karboksilazalarga nimalar qatnashishi kerak bo'lgan narsani oson qilib yodlatib qo'yadi. Ya'ni karboksilaza nima qiladi desak, ABC deb yodlasak oson bo'ladi. ATF, biotin va karbonat angidrid. Ana endi hosil bo'lgan manolli CoA to'g'rimi? Manolli CoA hosil bo'ldi. Bizda ortiqcha asetil CoA ham bor hali bu yerda. Mana bu yerda yozamiz. Xo'sh. Asetil koenzim A. Va bunda ikkita uglerod bor. Koenzim A ekan. Endi reaksiyamiz qanday kechadi? Bizda hosil bo'lgan malonil CoA va asetil CoA qo'shilishidan, ya'ni ma'lum bir kombinatsiyasi natijasida bizda yog' kislotasi hosil bo'ladi. Ya'ni polimetat hosil bo'ladi. Juda ko'p holatlarda polimetat hosil bo'ladi. Kim boshqa yog' kislotalar desa, mana shu polimetatga bitta asetil CoA qo'shilishi natijasida qo'shilib ketadi. Ya'ni bunda 16 ta bor, to'g'rimi? Bitta asetil CoA qo'shsak 18 ta bo'ladi. Yana bitta qo'shsak 20 ta bo'ladi. Shunday qilib uzayib yoki bu to'yinmagan holatlarni ham o'tkazishimiz mumkin. Hozir bir gaplashamiz. Qarang. Bizda aynan mana shu polimetatni hosil qilishimiz uchun 7 ta malonil CoA va bitta asetil CoA ishlatiladi. Va bunda 16 ta uglerod tashkil topgan polimetat hosil bo'ladi. Qanday bo'lyapti? Bu mantiqqa to'g'ri kelmayapti deyotgan bo'lsangiz kerak. 7 tani 3 ga ko'paytsa 21 ta. Bu 2 ni qo'shsa 23 ta. 23 ta uglerod bor kunga. Bunda esa 16 ta qolyapti. Qolgani qayerga chiqib ketadi degan savol bo'ladi. Aynan mana shu jarayonimizda manolin CoA reaksiyaga kirishgan paytda, asetil CoA ni qo'shib qo'yaylik. Har bittasi reaksiyaga kirishgan paytda bitta uglerod karbonat angidrid hisobiga tashqariga chiqib ketar ekan. Demak, 7 ta qatnashyapti, to'g'rimi? Aynan mana shu 7 tasini aytib tashlasak, ya'ni 21 ta, to'g'rimi? 21 dan 7 ni ayirsak 14 ta. Aynan shu 14 taga asetil CoAdagi ikkita uglerod qo'shsak 16 ta, to'g'rimi? Demak, 16 ta ugleroddan tashkil topgan polimetatimiz hosil bo'ldi. Aynan qarang, 16 ta ekan, to'g'rimi? Polimetatga uglerodlar soni 16 ta ekan. Ana shu polimetatni nechta asetil CoA ketganligini topishimiz kerak. Ya'ni hammasidan xuddi asetil CoA hisobdan ketyapti. Chunki malonil CoA 3 ta ugleroddan bo'lgani bilan baribir ham bittasi karbonhidrat chiqib ketadi, to'g'rimi? Demak, bu mantiqiy olib qarasak agar polimetat va yoki hamma yog' kislotasimiz asetil CoAdan hosil bo'lar ekan. Ana endi shu bitta polimetat hosil qilish uchun nechta asetil CoA ketadi? Bittasida 2 ta uglerod bor, to'g'rimi? Mana shu 16 ni 2 ga bo'lsak 8 ta asetil CoA kerak ekan, to'g'rimi? 8 ta asetil CoA kerak ekan. Ana endi bizga shu bitta asetil hosil qilish uchun nechta glyukoza sarflanadi degan savol bo'ladi. Bizda ikkita asetil CoA ni bitta glyukoza hosil qiladi, to'g'rimi? Va mana bu yerda gaplashamiz. Nima deydi? Bitta glyukozadan ikkita pirovat hosil bo'ladi. Glyukozadan ikkita pirovat hosil bo'ladi. Ikkita pirovatdan ikkita asetil CoA hosil bo'ladi. Mana shu ikkita asetil CoAdan esa nechta oksidat hosil bo'lishini ko'ramiz. Demak, bitta glyukozadan ikkita hosil bo'lar ekan, to'g'rimi? 8 ta asetil CoA ni nechta hosil qiladi? 4 ta glyukoza hosil qilar ekan. Bundan aytishimiz mumkinki, 4 ta glyukoza bitta yog' kislotasini hosil qiladi. Aynan shu polimetatni 4 ta glyukozamiz hosil qiladi deb aytsak bo'lar ekan. Tushunarli degan umiddaman. Demak, ana endi hosil bo'lgan yog' kislotasi boshqatdan beta oksidlanishga uchrab sarflanishi mumkin. Aynan shu jarayonni ko'ramiz hozir. Xo'p, mana shu yerda yozamiz. Bu yerda hosil bo'lgan polimetat, ya'ni fatty acid deymiz, to'g'rimi? Aynan bir yog' kislotasi aktivlanishi kerak. Bu mana shu holatda inaktiv holatda bo'ladi. Inaktiv. Aktiv holati bor, inaktiv holati bor, to'g'rimi? Inaktiv degani nofaol, aktiv degani faol holatda bo'ladi.
mana shu hosil bo'lgan inaktiv holatda ekan. Buni reaksiya kirishtirishimizdan oldin aktivlashimiz kerak. Va mana shu holatda bunga bitta koenzim A guruhini qo'shsak, ya'ni qaysi ferment? Fatty asil CoA sintaza. Mana bu yerda gaplashdik. Malonli CoA asil CoA qo'shilishdan yog' kislotasi hosil bo'ldi va bunda fatty asid sintaza edi. Ana endi bu yog' kislotasini aktivlashimiz uchun fatty asil fatty asil CoA sintaza fermentimiz kerak ekan. Shunga bu asid, bu esa asil guruh. Shunga mana asil guruhini gaplashganda qanday hosil bo'lardi? Ana shu karboksil guruhdan vodorod chiqib ketish natijasida hosil bo'layotgan. Ana shu koenzim A guruhini qo'shsak, bizda nima hosil bo'ladi? Fatty asil CoA. Bu nima dedik? Aktiv forma dedik. Ya'ni faol holatga o'tkazdik. Ana endi mana shu faol holatga o'tkazgan yog' kislotamiz mitoxondriyaga keladi. Xo'sh, mitoxondriyaga keladi va mitoxondriyaga kelganda bizda buni ikkita ferment qarshi oladi. Birinchisi CAT1, ikkinchisi esa CAT2 deb ataladi. Buni ikkita fermentning to'liq nomi karnitin asil transferaza. 1 karnitin asil transferaza 2 hisoblanadi. Tushunarli-a? Demak, fatty asil CoA kelyapti. Kelish natijasi shu fermentlar orqali bizda bu yerda bitta moddamiz bor. Ya'ni karnitin degan. Ana shu karnitin bilan qo'shilish natijasida bir nechta reaksiyalar orqali ichkari kiradi. Va ichkari kirgandan so'ng bizda nima ketadi? Beta oksidlanish jarayoni kechadi. Demak, beta oksidlanish jarayonimiz kechayapti. Endi qarang. Hosil bo'lgan yog' kislotamiz aktivlandi. Aktivlangandan so'ng karnitin transferazalari orqali beta oksidlanish kirdi. Ya'ni hosil bo'lgan yog' kislotamiz sarflanib ketyapti. Ana endi bir mantiqiy olib qarasak agar, o'zi bizda endigina polimerizat hosil bo'ldi. Qaysi paytda edi? Velfetsid, ya'ni to'qligimizda glyukoza ko'p va insulin ko'p bo'lgan paytda. Va ATF ham ko'p edi shu jarayonda. Demak, bizda energiya yetarli. Va shu energiya yetarli bo'lgan paytda bizda yog' kislota endi hosil bo'ldi, to'g'rimi? Buni sarflab yuborishimiz o'zi mantiqan noto'g'ri narsa-da. Endi shu jarayonda organizmimiz shunaqa mukammal tuzilganki, mana shu hosil bo'lgan yog' kislotasini sarflanib ketishini oldini olib qo'yadi. Qanday? Bizda boya hosil bo'lgan, to'g'rimi? Malonil CoA. Aynan hosil bo'lgan mana shu malonil CoA bizdagi mana shu CAT1 ni ingiberlab qo'yadi. Ingiberlab qo'yadi. Va bu ingiberlarni qo'yish natijasida mana bu aktivlangan yog' kislotamiz ichkariga kirib, beta oksidlanish bo'lib, sarflanib ketmaydi. Tushundingmi? Demak, hosil bo'lgan yog' kislotamiz keyinchalik trigliseridlarga aylantiriladi va trigliseridlarimiz keyinchalik yog' to'qimalarida zaxira holatda saqlanib qo'yiladi. Tushunarli-a? Ana endi qarang. Bu yerda hosil bo'lgan polimetat deydi, to'g'rimi? Buni aytdikki, uzaytirishimiz mumkin yoki to'yintirilmagan holatga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Endi bu qanday bo'ladi? Xo'sh, mana yerda o'zamiz. Xo'sh, mana bu yerni ham o'chirib turaylik. Videoni orqaga qaytarib ko'rib olsangiz bo'ladi. Demak, aynan mana shu polimetatni olaylik. Shu polimetat bizda elongation enzimlari orqali bittasi qo'shiladi. Ya'ni bunda nechta edi uglerodlar soni? 16 ta, qo'shmalar soni 0 ta, to'g'rimi? Endi mana shunga bitta asil CoA qo'shiladi va buning natijasida
18 ta uglerodli modda hosil bo'ladi. Ayni shunga yana bitta asilkov qo'shsak agar, keyinchalik S20 holatdagi hosil bo'ladi. Bunga ham yana bitta asilkov guruh qo'shsak agar, S22 0 ko'rinishdagi yog' kislotasi hosil bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Yog' kislotamizni uzaytiryapmiz, ya'ni uzun holatdagi yog' kislotani hosil qilyapmiz. Ya'ni bu qayerda kechadi? Endoplazmatik to'rda va mitoxondriyada kechadi. Mitoxondriyada kechadigan jarayon ekan. Demak, bu nima edi? Elongation enzim edi. Ana endi ikkinchisini qarang. Bizda olaylik. Mana shu 20 ta ugleroddan iborat 0 ta qo'shbog'i bor. Umuman qo'shbog'i yo'q bo'lgan moddani olib turamiz. Ana endi shuni desaturaza fermentlarimiz orqali to'yinmagan holatga o'tkazamiz. Ya'ni 20 ta uglerod bor, ya'ni bu to'yingan holatda turibdi, to'g'rimi? Ana endi mana shu to'yingan holatdagi narsaga desaturaza fermentimiz orqali desaturaza fermentimiz orqali 20 ta uglerod va 4 ta qo'shbog'dan tashkil topgan moddani hosil qilamiz. Bu jarayonda 8 ta vodorod chiqib ketadi. Ya'ni bu moddamiz nomini oldingi mavzumizda gaplashgandik. Qaysi moddada 20 ta uglerod va 4 ta qo'shbog' bor edi? Albatta, biz oldin gaplashgan araxidonik asid, araxidon kislotasi edi. Araxidonik asid. Tushundingmi? Demak, bizda hosil bo'lgan palmitat ikki xil reaksiya bo'lishi mumkin. Uzaytirishimiz mumkin ekan elongation enzimlari orqali. Ya'ni mitoxondriyada kechar ekan yoki endoplazmada kechar ekan 18 ta, yana bittasini qo'shib 20 ta, 22 ta qilishimiz mumkin ekan. Yoki hosil bo'lgan yog' kislotasini, ya'ni bu yerda fatty asid yozib qo'yaylik. Asid. Shu yog' kislotasiga desaturaza fermentlarimiz orqali to'yingan holatdan to'yinmagan holatga o'tishimiz mumkin ekan. Ya'ni saturaza, ya'ni saturated edi, unsaturated holatga o'tdi. Va bu jarayonimizda bizga kerak bo'ladi kislorod talab qilinadi, NADH talab qilinadi va yana bittasi NADH talab qilinadi. Tushunarli? Qaranglar, bu yerga hozir ko'p narsani ingliz adabiyotidagi terminlar bilan yozdim. To'g'rimi? Desaturazani desaturase yozdim. Yoki elongation uzaytiruvchi enzimlarni elongation enzim deb yozdim. Nimaga? Biz tibbiyotdagi ma'lumotlarning ko'pchiligi ingliz adabiyotdan olingan. Ya'ni medical English degan narsa bor. Ana shu medical Englishlaringizni rivojlanish uchun ko'pgina terminlar ingliz tili adabiyotida qo'llanilgan holatda o'zgartirmasdan yozib ketyapman. Ya'ni bu kitoblarda ko'rganda adashib qolmaslik uchun. Demak, bizda ikki xil reaksiya orqali uzaytirdik yoki uni unsaturated holatga o'tkazdik. Lekin bizda shunday ikkita modda bor. Ya'ni essensial ikkita modda bor. Ikkita yog' kislotasi bor. Birinchisi linol, ikkinchisi linolen. Oldingi darsda gaplashdik. Bu ikkita modda essensial dedik, to'g'rimi? Ya'ni bunda 18 ta uglerodi bor edi, ikkita qo'shbog'i bor edi. Bunda esa uglerodlar soni 18 ta edi, 3 ta qo'shbog'i bor edi, to'g'rimi? Aynan mana shu oxirgisi 12-uglerodda qo'shbog'i bor edi, mana bunda esa 15-uglerodda qo'shbog'i bor edi. Bizda organizmimiz desaturaza fermentlarimiz mana shu ikkita yog' kislotasini hosil qila olmaydi. Nega? Bizda desaturaza fermentlarimiz oxirgi 9-uglerodgacha desaturazalar vodorod guruhini ajratib qo'shbog' qo'shishi mumkin. Lekin bizda 12 yoki 15-uglerodga borib qo'shbog', ya'ni double bond qo'shadigan fermentlarimiz bo'lmaydi. Shunga desaturaza 9-uglerodgacha qo'shadi, 12 va 15-uglerodlarga qo'sha olmaydi. Shuning uchun ham bu ikkita modda bizga essensial hisoblanadi, ya'ni almashinmaydigan. Buni doimiy ovqatdan qabul qilishimiz kerak. Agarda bu ikkita yog' kislotasini ovqatdagi iste'molimizda defitsit bo'lsa agar, ya'ni umuman oshqozonning organizmga tushmaydigan bo'lsa agar, bu defitsit bo'ladi va buning natijasida bizda dermatit, teri kasalligi va
qayergimizdadir yara paydo bo'lsa agar, uning bitishi, ya'ni wood healing sekinlashib ketadi. Nega? Chunki bizda kerak bo'ladigan fosfoglitseridlarimiz aynan mana shu yog' kislotalardan hosil bo'lgan bo'ladi. Tushunarli? Yoki misol uchun aroqdan kislota. Aynan mana shu aroqdan kislotamiz ham mana bu kislotalarni uzaytirib, keyinchalik nima deydi? Desaturaza fermentlari orqali aroqdan kislota hosil qilamiz. Agarda bu ikkita modda bizlarga defitsit bo'ladigan bo'lsa agar, bu aroqdan kislotasi ham bizga essensial bo'lib qoladi. Chunki bu mana bu moddalardan hosil qilishimiz kerak edi. Tushunarli? Endi yana bitta narsa. Bizda ikkita organ va to'qima bor. Hujayra bor. Birinchisi miya, ya'ni brain. Ikkinchisi red blood cell, ya'ni qizil qon hujayralari, eritrotsitlar. Bu ikkita modda o'zining metabolizmi natijasida ikkalasi ham yog' kislotalaridan foydalana olmaydi. Nega? Miyamiz nima uchun foydalana olmaydi? Miyada juda ham ko'p glyukoza sarflanadigan joy hisoblanadi, to'g'rimi? Lekin bu nima deyamiz? Aynan mana shu yog' kislotadan foydalanmaydi. Lekin yog' kislotasi parchalansa 9 kilojoule energiya beradi. 2 barobar ko'p glyukozadan. Nega? Bizda blood brain barrier bor, ya'ni blood brain barrier. Ya'ni qon bilan miyaga o'tadigan bitta barrierimiz bor. Ana shu barrierdan yog' kislotalar o'tib kira olmaydi. Ya'ni bularning hajmi kattalik bo'lgani uchun miyaga kira olmaydi va miya ulardan foydalana olmaydi. Tushundingmi? Ikkinchisi red blood cell, eritrotsitlar. Nima uchun foydalana olmaydi? Bularda mitoxondriya bo'lmaydi. Mitoxondriya bo'lmaganligi uchun bular yog' kislotasini foydalana olmaydi. Nega? Chunki yog' kislotadan foydalanishimiz uchun aytib beta oksidatsiya qayerda kechardi? Mitoxondriyada kechar edi. Ya'ni aytadi-ku, red blood celllar nima tashiydi? Kislorod tashiydi asosan, to'g'rimi? Bu o'zi tashigan kisloroddan o'zi foydalana olmaydi. Chunki kislorod qachon kerak bo'ladi bizga? Qachonki aerob glikoliz ketganda. Aerob glikoliz mitoxondriyada kechadi. Lekin shu red blood cellda mitoxondriya bo'lmaganligi uchun o'zi tashib kelgan kisloroddan o'zi foydalana olmaydi. Va bu anaerob reaksiya orqali laktat hosil qilib energiya oladi. Tushunarli? Demak, ana endi sizlar bilan yog' kislotalarni regulyatsiyasiga gaplashamiz. Aynan mana shu atsilko karboksilaza orqali. Regulyatsiyasiga to'xtalamiz. Regulyatsiyasi biz bitta fermentni regulyatsiya qilamiz. Aynan mana shu atsilko karboksilaza. Bu nima qanaqa ferment degandik? Rate limiting enzim, ya'ni tezlikni cheklovchi enzim degandik. Yoza olamiz nomini. Acetyl CoA karboksilaza. Karboksilaza ikki xil boshqarilishi mumkin. Allosterik yoki gormonal. Hormonal deyiladi. Agarda gormonal ta'sirida bo'lsa agar insulin bo'lishi mumkin. Insulin yoki glukagon, epinefrin, norepinefrin. Ana endi allosterik qanday boshqaramiz? Allosterikda ATF, sitrat va uzun yog' kislotalaridan biri bo'lgan nima edi? Palmitat. Endi qaraymiz. Bizdagi ATF, sitrat va insulin bu jarayonni aktivlay boradi bu fermentimizda. Bizda hosil bo'lgan palmitat, glukagon, epinefrin va norepinefrin bu reaksiyani ingibillaydi. Ya'ni inaktivlab qo'yadi. Qanday bo'ladi? Xo'sh, gaplashamiz. Mana shu fermentimiz ekan, to'g'rimi? Allosterik degani mana shu fermentni ma'lum bir qismiga saytiga biriktirib olib, uni aktivlaydi yoki inaktivlab qo'yadi. Qaraymiz. ATF va sitrat nima uchun aktivlayapti? Biz reaksiyani boshida gaplashdikki, ATF miqdori oshib ketdi, to'g'rimi? ATF miqdori oshdi degani bizda energiya yetarli degani. Ana shu energiya yetarli bo'lgani uchun izositratdan alfa ketoglyuterat hosil bo'lish jarayoni ingibilandi. Va buning natijasida manfiy qaytar aloqa orqali sitratning o'zi ham ko'payib ketdi, to'g'rimi? Ayni sitrat ko'payib ketgandan so'ng buni yo'qotish kerak. Nimagadir sarflay borishimiz kerak.
dehqoncha qilib aytganimizda. Ya'ni aytadiki, ikkita aka-uka bir joyga turib qolsa agar bir-birini go'shini yeydi, ya'ni bir-biri bilan kelisha olmaydi, tura olmaydi. Lekin uzoqlashib ketsa agar, bittasi o'qishga ketib qolsa agar, ulardan zo'r aka-uka yo'qda. Xuddi ana shunday holatda sitrat o'zi turib qolsa agar ko'payib janjal qiladi. Ana endi ko'payib ketgani uchun mitokondriyadan tashqariga chiqadi va sitrat liyazaga aytadi. Bizlarni parchalashni deydi. Parchalashning natijasida asetil-kova va oksalasetillanadi. Ya'ni bitta aka-uka, ikkita aka-uka aylanib buni tinchlantirib qo'yadi. Tushunarlimi? Demak, ATF va sitrat orqali chunki moddalarning ko'payib ketishi reaksiyani oldinga ketishiga aktivlab yuboradi. Insulinchi. Insulin o'zi qachon ko'payadi? Bizda glyukoza ko'paygan paytda ko'payadi. Glyukoza ko'payishining natijasida bizda nima ko'payadi? ATF ko'payadi. ATF ko'paydimi, demak bizga energiya yetarli. Bu insulin yana bitta narsasi, bizda nima degandik? Gipoglikemik modda degandik, gormon degandik. Gipoglikemik degani qondagi glyukozani kamaytirish va uni nima qilib bo'lsa yo'qotishda. Va ana shu bitta yo'li mana shu yog' sintezida. Tushunarli? Bu sizlarga tushunarli tilda gaplashishamiz. Aslida uni qaysi retseptorni aktivlab, saytiga bog'lanib, o'zi dimer holatda bo'ladi, polimer holatda o'tkazish narsa bor. Bu narsa bizga kerak emas. Biz oddiy qilib tushunarsak bo'ladi. Keyingisi glukagon, epinefrin, norepinefrin. Bu uchalasi stress gormon desak bo'ladi. Bu gormonlar qachon ko'payadi? Ochlik payti ko'payadi. Ochlik paytida bizda yog' kislotasini sintez qilgandan ko'ra, uni beta oksidatsiyaga uchratib, undan energiya olganimiz to'g'ri, ma'qul bo'ladi. Va shuning uchun ham bu uchalasi bu jarayonni ingiberlayapti. Men buni plus qo'yman kammasini. Minus bo'ladi. Palmitatchi. Palmitat bu yuqorida hosil bo'ldi, to'g'rimi? Palmitat miqdorining oshishi bu jarayonni ingiberlab qo'yadi. Ya'ni o'ng tomondagi modda o'z oldidagi fermentni ingiberlab qo'yapti. Tushunarli-a? Demak, bugundagi yog'lar sintezi va uning regulyatsiyasi haqidagi asosiy ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.